kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga zo'rroq narsani beradi desa, shunaqa qattiq ishonishimiz kerak. Bizda yo'qdi unaqa ishonch. Birni bersang Alloh 10 qilib qaytarib beradi. 700 qilib qaytarib beradi deb Alloh aytayapti, payg'ambar aytayapti. Shunda ikkilanyapmiz-da. Bo'larmikin? O'shuning uchun bo'lmayapti-da bizniki. Mana Ali roziyallohu anhuni qaranglar. Ali roziyallohu anhu bir dona onorni olib uyga kelyapti. Mashhur qissa. Bir dona onorni olib ketyapti. Yo'lda bir tilamchi kelib turib, Alloh uchun bir xayr qiling dedi. Endi Ali roziyallohu anhuning ishonchi aniq. Agar Alloh uchun bersa, Alloh 10 barobar qilib qaytarib berishiga. Biz bera olmaymiz biz. Chunki kecha aytdik-ku. Hadisda aytildi, o'zingni qo'lingda turgan narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra, naq turgan pulingga ishonganingdan ko'ra, Allohning va'dasiga ko'proq ishonsang, haqiqiy tavakkulchi bo'lasan.